بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bu murojaat muftiylarga va ularning muridlariga, ya'ni ergashuvchilariga bo'ladi. Sizlarga bir necha savol bilan yuzlanmoqchiman. Savolim shuki, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam oyni ko'rib roza tutinglar, oyni ko'rib tugatinglar deganda adashganmidi? Yoki sahobalar va tobiinlar va ulardan keyingi solih kishilar barchasi adashganmidi? Ey muftiy janoblari, nega aynan musulmonlarning ibodatlariga aralashuv bo'ladi-yu, nasorolar va boshqa dinlarning marosimlariga aralashuv bo'lmaydi? Bizning yetakchilarimiz kim bo'lish kerak edi aslida? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashoblarimi yoki hozirgi kundagi saroy muftiylari va hokimlarimizmi? Bizning manhajimiz, ya'ni yo'limiz Qur'on va sunnatmi yoki demokratiya qonunchiligimi? Ey muftiylarni payg'ambar qilib olganlar, imomiylardan so'ranglarchi, qiyomatda Alloh taolo halol qilganni harom qilib, Alloh harom qilganni halol qilganingiz haqida so'ralsangiz, javoblaringiz qanday bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari, muborak so'zlari turganda, sizlar kimlarning so'zlariga qarab fatvo beryapsizlar? Kimsizlar o'zi fatvo bergani? Demokratiyada din erkinligi va til erkinligi degan qonunchiliklar bor. Shu erkinlik degan safsata gaplaringlar nega musulmonlarga kelganda ishlamaydi? Nega dinimizga bemalol amal qila olmaymiz? Nega biz haqqimizni talab qilib chiqsak, yomon atamalar bilan zindonga uloqtirasizlar-u, lekin tanasini sotib yurgan zoniyalarga erkinlik bu deya qo'yib yuborasizlar? Nima sababdan aholisini 90% musulmon bo'lgan yurtlarimizda kofirlar najas qo'llari bilan yozib bergan qonunlar ijro bo'lishi kerak-ku, ammo ota-onamiz va jonimizdan al-muhim bo'lgan Rasulullohning qonunlari ijro bo'lmasligi kerak? Ey muftiy janoblari, sizlar mas'uliyat egalari bo'lasizlar. Millionlagan musulmonlarning qazo qilingan ro'zasi haqida so'ralasiz. Ha, albatta so'ralasiz. Allohga qasamki, Robbingizga qaysi yuz bilan yo'liqmoqchisiz? 200 lamachi yuz bilanmi? Hayf sizlarga. Butun islom ummatiga qilgan xiyonatingiz sababli Allohdan qo'rqing. Agar qo'rqmasangiz, fala udwana illa alal zolimin, zolimlardan boshqa dushmanlik yo'q. Aks holda Allohning dushmanlari safida tirilasiz va bizning baroatimiz sizlarga vojib bo'ladi. Valhamdulillahi robbil alamin. فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. رمضان